O'xshash sovuq say, siz aytgan sovuq sayning nemishq ta'mi yo'q. Bugun sizlarga bozorlik sovuq say qilishni so'nab keldim. Ta'miga rangi gap ketmaydi. O'xshab ketgan chiroyi g'lamchi ketgan sayda ma u. Yayim tijorat qildiganlarga, oshxona ochadiganlarga, noshliq chiqardiganlarga intayin tushidi. Yulduz yurak belgilarini besib saqlab olishni unutib qolmang, keyin izlagan topolmay qolsiz. Avval videoda ko'rsatgan bo'yicha inchik pintoza ahmur qarmurni bir qayntib ilib olamiz. Ko'rib mishak kapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar. Hozir 60 xil darsimizni faoliyat qilyapmiz. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darsikimizni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran tutgan nomer shu. Ahmur qarmurni videoda ko'rsatgan bo'yicha sovuq suvdan bir o'tkazib o'tamiz. Onundan bularni cho'ngroq taqsiga elib videoda ko'rsatgan bo'yicha ketarlik materiallarning hammani ustiga selib olamiz. So'ng piyoz maysi bilan sho'mijoni cho'qim selanglar bak o'xshaydi. Samsaqni ushoq chanab bir qo'sh qatrabida unlar selitimiz. Qiziq mayin samsaqning ustiga qo'yib mizlik puroq chiqarib olamiz. Endi buning achchiq suyini tangshib olaylik. Yarim piyola achchiq suvga yarim piyola suv qo'yib, yarim qo'sh qatrabida tuz selib etamiz. Onundan keyin cho'ng ustamning sovuq say tetqisidan bir bo'loq selib etamiz. Cho'ng ustamning cho'ngliqi va mush oilda sovuq say qilsam ta'mini yaxshi qiramayotma degan xonim qizlarimiz bir ishlatib sinab yiqinglar, ta'mi gap ketmaydi. Ajoyib o'xshaydi. Onundan keyin xo'asing meg'izi bilan osh ko'k selib, mening qo'lim bilan tashshi elashtirib olamiz. Ammo ma sovuq sayning ta'mini tetiblam qoldingizmi, sirtdan sovuq say yemaslan bo'lsiz. Mushunda sovuq say chiqarishni o'rganib olib, do'konga chiqib qolsangiz, menga rahmat aytishni unutib qolmang. Kelarki sonni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.